Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Mana bugun men Surxondaryolikman, Surxon qizi. O'zimiz Surxondaryoning Uzun tumanidagi Oqoston aziz joylarga ziyoratga kelyapman. Shu joylarni sizlar bilan baham ko'raman degan umidda bizni qo'llab-quvvatlab like bosib, bizga obuna bo'lib, mana shu nima deydi? Ziyorat joyida sizlar bilan baham ko'rish uchun men Oqoston aziz joyga ziyoratga kelyapman. Bizni kuzatib boruvchilar, mana ziyorat joyiga yetib keldim. Inshaalloh Allohimiz hammamizning niyatlarimizni amalga oshirsinki, mana shu yerga kim nima niyat qilsa Alloh niyatga yetkazadi. Farzandlarga farzand ato etadi Allohdan, lekin ziyorat qilishar yerda umid qilib, mana ish yurishmaganlar, o'qishga kirayotganlar mana shu yerga kelib niyat qilib, mana shu niyatlari amalga oshib, Allohimiz rozi bo'lsin. Hammasi Allohdan, lekin mana shu Oqoston buvamizga hamma ziyoratga kelib, mana shu hozir shuna kamerachi ukamizga aytamiz, shuna burada shu ziyorat joylarini men orqali ko'rayotganlaring uchun xursandman. Kuzatib boringlar. Biz mana Surxondaryoning Uzun tumanidagi Oqoston buvada ziyoratdamiz. Eshonlar bizni obunachilarimiz bor, shularni bir vaqt o'zingiz mana shu ziyorat qilamiz haqida qisqaroq ma'lumot bersangiz. Ziyoratgohimiz Surxondaryo viloyati Uzun tumani Oqoston mahallasida joylashgan. Ziyoratgohda bino 10-asr oxiri, 11-asr boshlarida qurilgan. Tarixiy ulug' majmu edi. Bu yerda ulug' sahoba Abu Hurayra radhiyallohu anhu Kenatan ustida qo'yilgan qabrlar bor deydi. Ya'ni Kenatan so'zi yunoncha so'z ekan, bizning tilimizga o'rganilganda ramziy qabr degan ma'noda keladi. Bu yerda shu ulug' sahoba Abu Hurayra ramziy qabrlar. Olimlar, tarixchilar ma'lumot berishicha, bu Oqoston majmuasi, bu maqbarasi 10-asr oxiri, 11-asr boshida qurilgan deydi. Ba'zi bir ma'lumotlarda bu bobomiz, ya'niki ulug' sahobalar bir muddat deydi, shu 7-asrda o'rtalarida bu yerga kelib islom da'vatini qilib ketgan bular deydi. Oradan yillar o'tib deydi, yurtimizda islom rivojlangan deydi. Ya'ni bizni islomga kirishimizga, yurtimizda islom paydo bo'lishiga shu kishilar sababchi bo'lgan deydi. Shundan deydi, shu yurtimizda shunday ulug' avliyolar, ulug' sahobalar qabri bo'lsa yaxshi bo'lardi, insonlar ziyorat qilardi degan maqsadda bu kishining qabrlaridan ba'zi manbalarda tuproqlarni olib qo'ygan deydi. Ramziy qilib. O'zi O'rta Osiyo davlatlarida, xosatan O'zbekistonda ham o'sha paytlarda ramziy qabr qo'yish urf bo'lgan ekan. Endi ziyoratchilarimizdan ko'p savol bo'ladiki, ziyorat o'zi nima degan ma'noda keladi-da. Ziyorat qilishdan maqsadki, insonda 3 ta maqsad bor ziyorat qilishdan maqsad. Birinchisi, o'tgan qabr ahlini ko'rib, o'tgan avliyolarni ko'rib, bu dunyoda hech kim abadiy qolmasligiga nima qilib tafakkur qilib, tasavvur qilib, ziyorat kelib o'tgan arvohlardan, o'tgan qabr ahlidan ibrat olib ketish kerak. Ya'ni bu o'tgan arvohlarni ko'rsa, insonning qalbi bo'shaydi, yumshaydi. Ana shundan oxiratni eslaydi. Zoraki shuni oxiratni eslab, bu dunyoda xayrli, savobli ishlar qilib, oxiratiga zamin zaxira yaratish maqsadida ziyorat qilinadi. Ikkinchi maqsadiki, o'tgan arvohlarga Qur'on o'qib, ularning ruhini shod qilishimiz kerak. Ya'ni arvoh rozi, Xudo rozi deydi. Ya'ni biz arvohlarimiz rozi bo'lsa, albatta bizdan Xudo rozi bo'ladi. Endi hozir shu joyda bir narsani taklif qilishimiz kerakki, odamlarimizni uylariga qarasak, hozir zamon rivojlandi, uylarni turli xil, har xil bo'yoqlar bilan, har xil yangi chiqqan narsalar bilan maqlab obod qilyapti. Uylariga kirsangiz qasr bo'lib ketyapti ba'zi insonlarning uylari. Lekin hammani borar joyi shu qabriston. Nima esdan chiqib qolyapti? Ota-onasini qabriga kelib, 2 oyat Qur'on o'qib, ular ruhini shod qilib, qabrlarni tozalab qo'yish esdan chiqib qolyapti-da. Ya'ni ikkinchi maqsadi hamki, albatta qabrga kelib, ota-onasini qabrini ko'rib, ota-onasini qabri xarob bo'lib qolgan paytda nima qilish kerak? Tozalab qo'yish ham bu ulug' ibodatlarga nima qiladi? Sanaladi. Ana shu maqsadda ziyorat kelinadi. O'tgan arvohlar ruhini shod qilib. Keyin shunday bir joyi borki, hamma insonning hojati bor, mushkuloti bor. O'sha mushkulotlarda kelib turib, shu avliyolarning hurmatidan
Parvardigor shu yerda yotgan ulug' insonlar hurmatidan vasila qilib so'rab turib, Allohdan boqib so'rash maqsadida kelmadi. Parvardigor xosatan shu ziyoratchilarimizni ham, shu opamni obunachilarni ham hammalarni tanijon sog' qilgin, umrlariga barakot bergin, iymonda islomga sobit qadam qilgin. Parvardigor olib borayotgan ishlarni hamisha o'ngidan keltirgin, rivoji berib bergin. Ikki dunyo saodati yetishtirgin. Nima orzu talablari bo'lsa, yaxshilariga yetish nasib etgin. Sog' bo'ling. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوة القرآن صلوات Ketibsizlar, juda bolajonlar, kelinlar, qarindosh urug'lar bor. Bizga shu ziyoratdan nima olib keladi, kutishadi. Shunday kelsalaring, mana shundan boshlalaylik-a. Qaranglar, tubdan tubi yo'q. Sovg'alar bor. Nima istasalaring bor-da. Obunachilar, kelinglar shaqa ziyoratga. Hamma narsa bor. Uyga olib ketishga. Bunchalaringizni hech qo'ying. Ular ishlayman. Narxlar ikkitasi 5 ming. Qaysi? Mana bu. Bu ikkitasi. O tomonga qarab ketavering, kamera chiqamiz. Kelavering bu tomonga qarab. Kelavering mana. Bizni kuzatib boruvchilar, mana shu yerga kelib ziyoratlarimiz qabul bo'lsin. Gulbahor opa, akangizga ham duo oldim. Kasal yotganlar hammasiga duo oldim. Allohning dardiga shifo bersin. Mana Rajab buva, siz ham sog'ayib keting, sherlaringiz oyoqlaringiz bilan. Hoji momo bilan kelib yuring. Bizni kuzatuvchilar yana kuzatib borasizlar. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlar ko'rishaylik.